Kiyayotgan kiyimingiz 21-asrniki. Minayotgan moshinangiz ham 21-asrniki. Voy, uyingizdagi texnikalaringiz ham даже 21-asrniki. Nima uchun aynan sizni uyingizdagi tozalikka ishlaydigan texnikangiz 18-asrda ishlab chiqarishni boshlagan texnologiya, ya'ni qopli bo'lsin, chashkali bo'lsin, xullas o'sha filtratsion sistemadagi ishlaydigan plisoslarni ishlatib yurgan bo'lsangiz, chang yutgichlarni sizni uyingizda hech qachon chang tugamaydi. Shu aynan o'sha plisoslar orqasidan chang chiqarayotgani uchun ham o'sha plisoslar sizni oilangizga hozirgi kunda xavf solyapti. Voy, pulidan qochadigan narsa emas-ku. Uyingiz uburkasi uchun, o'zingiz sog'lig'ingiz uchun, oilangiz sog'lig'i uchun ishlaydigan texnikadan qanaqa siz pul ayashingiz mumkin? Hisob-kitob ko'ring, olgan mebellaringizga, uyingizda olgan texnikalaringizga, uyingizga ketgan rasxod, ya'ni remontlariga bo'lsin. Shuncha ketgan rasxodlarning oldida bu plisosning puli nima bo'libdi? Shuncha rasxod qilib turibsiz-da, shu qilgan rasxodlaringizni strixovka qilib turadigan bitta Rainbow texnikasi uyingizda bo'lmasa, hamma qilgan ishingiz bir pul. Ishonavering.